Bundan oldingi funksiyalarning parametrlari mavzusidagi video darsimiz 10 daqiqadan oshganligi sababli qisqagina qismi alohida qilib ko'rsatishga qaror qildik. Biz bitta, ikkita yoki uchta parametrga ega funksiyalar haqida gaplashgan edik. Ba'zida funksiyalarning parametrlari o'zgarmaydigan parametr bo'lishi ham mumkin. Keling, buni misol bilan tushuntiraman. Const pow, ya'ni pow funksiyasini siz bilsangiz kerak, daraja ma'nosini anglatadi. Shu daraja funksiyasini o'zimiz qo'lda tayyorlaylik. Number exponent teng tarkibida numberni ko'tarish kerak eksponent darajasiga va shuni javob sifatida qaytarish kerak. Keling, buni bir ishlatib ko'raylik. Console log pow funksiyasiga 3 bilan 2 ni yuboraylik va natijani ko'raylik. Va natijamiz 9 hosil bo'ldi. Ya'ni 3 bilan 2 3 numberga kelib tushdi. 2 esa eksponentga kelib tushdi va numberni eksponent darajaga ko'tarib return qilindi. Bu esa shu funksiyani murojaat kelgan joyga qaytib keldi va chiqarib ko'rsatildi. Endi sizga ko'rsatmoqchi bo'lganim majburiy bo'lmagan, ya'ni sukut holatda, ruschasiga povmalchani deyiladi. Pow funksiyasini faraz qilaylik, biz kvadratni hisoblash funksiyasiga aylantirmoqchi bo'lsak, sukut holatida, unda biz mana bu yerda yozishimiz mumkin bo'ladiki, teng 2. Bu ishimizning ma'nosi, numberga siz qiymat berishga majbursiz, eksponentga esa qiymat bermasangiz o'zining 2 qiymatiga ega va shuni foydalanadi. Mana bu yerda hozir xuddi shu ishni bajarib ko'raylik. 5 beraylik. Kutilayotgan natija 5 numberni o'rniga kelib tushadi. Eksponentda o'rniga biz hech narsa yubormaganimiz sababli 2 qiymatini o'zi bilan ishlaydi. Va mana haqiqatan ham 25 son hosil bo'ldi. Agar bu yerda biz ikkinchi qiymatini, ya'ni majburiy bo'lmagan qiymatni bersak, unda eksponentni o'rniga 2 ni o'rniga biz bergan qiymat kelib tushadi va 5 ning kubi hisoblanadi. Mana 125 bo'ldi. Xuddi shunday ixtiyoriy sondagi majburiy parametrlar va ixtiyoriy sondagi majburiy bo'lmagan, o'zini sukut holati bo'yicha qiymatiga ega bo'lgan parametrlarini funksiyangizda qo'llashingiz mumkin. Faqat shuni esdan chiqarmangki, majburiy bo'lmagan, ya'ni o'z qiymatiga ega bo'lgan parametrlar hamma vaqt majburiy parametrlardan keyin joylashishi kerak. Shuning bilan ushbu qisqa darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.